Tinchlan do'stim, botgan quyosh uchun kuyunib yig'lamang. U yangidan chiqqanida nima qilish haqida o'ylang. Qachon ba'zi ishlarga kech qolganimni his qilib, ishtiyoqim so'nib qolsa, bir doktor do'stimning ushbu so'zlari esimga tushadi. Ey do'stim, ertagacha yetib borishga kafolating bormi? Nimadir qilmoqchi bo'lsang, buni hozir qil. Ayni damda. Keyinroq degan narsa yo'q. Hayotni o'tkazib yuborilgan lahzalar bilan to'ldirmaslik kerak. U tibbiyot institutini tamomlaganida 40 yoshlarda edi. Shuning uchun so'zlari men uchun juda ham qadrli. Keling sizlarga bittasi haqida gapirib beraman. Umrida hech qachon teatrga bormagan odam haqida. Bir kuni u qiziquvchanligi ustun kelib, cho'ntagidagi bor pulini ikkilanmay teatrga chiptaga sarflabdi. Ko'zlari quvonchdan chaqnagancha zalga kirib, hayajon bilan spektakl tomosha qila ketibdi. Nihoyat spektakl tugab, tomoshabinlar tarqala boshlabdi. Bizning qiziquvchan qahramonimiz esa ajoyib teatr tomoshasining ta'siridan o'tirgan joyida qotib qolibdi. Bir payt farrosh kelib, yigitni zalni bo'shatishi kerakligi haqida ogohlantiribdi. Menejeringiz qani? Qayerdaligini ayta olasizmi? Bir masala haqida gaplashib olmoqchiman, debdi yigit. U menejerning oldiga boribdi. Jamoaning bir qismi bo'lish istagida ekanini bildirib, nima bo'lishidan qat'iy nazar buni uddalay olishini aytibdi. Menejer esa o'zining juda omadli ekani, chunki ayni damda ularga yana bir farrosh kerak bo'layotganini aytibdi. Lekin avval uni sinab ko'rishi lozim edi. U yigitga anchadan buyon qarovsiz qolgan kutubxonani tartibga keltirish vazifasini yuklabdi. Mana bu yerni tozala. Agar ishing menga yoqsa, seni ishga olaman. Yigit teatrga bo'lgan ishtiyoqi tufayli qisqa fursat ichida buyurilgan ishni bajaribdi. Menejer esa uning samimiyligiga ishonmagan ekan. Chunki u ham boshqalarga o'xshab ishni mensimay qo'yadi deb o'ylabdi. Ammo xonaning ozodaligini ko'rib hayratda qolibdi. Necha oylardan beri birov qadamini ham bosmagan ko'rimsiz xona juda toza va nihoyatda tartibli ekan. Yaxshi, debdi menejer, seni ishga olaman. Lekin janob, mening turar joyim ham yo'q. Unday bo'lsa, kechasi shu yerda uxlaysan. Bahonada ertalab ishni vaqtliroq boshlaysan. Shu tarzda u o'zi xohlagan narsaga teatrning bir qismi bo'lishga erishibdi. Ko'ngli joyiga tushib, xotirjam nafas olibdi. Xonadan chiqib ketayotganda, "To'xta, isming nima? Shu yerga qayd qilishimiz kerak", debdi menejer. "Uilyam, janob, Uilyam Shekspir". Shekspir bizning ko'z o'ngimizdagi hozirgi mavqeiga olib boradigan sarguzashtga kirishganida oddiy farrosh edi. Yoshi esa 40larda bo'lgan. Shunday ekan, insonda kuchli istak bo'lsin va chin dildan harakat qilsin. Ana o'shandagina vaqt tushunchasi o'z kuchini yo'qotadi. Ayni dam hech narsa uchun kech emas.